Mana hozir beton rovnisini, yo'l rovnisini o'lchayapmiz. Planograf bilan. Bu qo'lda qilingan uchastka rovnisini, buni ham stiklarning rovnisi ko'rinadi. Shunga qarab agar normativga mos kelmasa, to'g'ri kelmasa o'sha joylari shilfovat qilinadi. Endi bu yerda ham remont qilinadigan joylari bo'ladi baribir. Hamma joyda ham ish bor joyda kamchilik bo'ladi. O'sha narsa qilinadi. Hozir mana yo'limiz xudo xolasa oz qoldi bitishiga. Hozir yana 2-3 marta o'tib ko'ramiz. O'shanda aniq bo'ladi. Mana bu tomonini shu nargi o'tgan yil qurgan tomonimiz bu. Sog' bo'lasizlar.